Hammaga assalomu alaykum. Bugun biz sizlar bilan Vokviga, ya'ni Vok saytiga Google orqali qanaqa qilib kirish mumkinligini va Vok sayti bilan yaqindan tanishib ko'ramiz. Birinchi bo'lib Google'ga kirib olamiz. Google'ga W bilan Vokvi deb yozadigan bo'lsak, birinchi chiqqan saytga kirishimiz mumkin va bizda mana shunaqa oyna ochiladi. Biz bu yerda o'zimizga qulay platani tanlab ishlashimiz mumkin. Birinchisi Arduino Uno, ya'ni Arduino oilasi, Arduino Uno, Arduino Mega, Arduino Nano. Ikkinchisi SP32, SP oilasi, uchinchisi STM32, to'rtinchisi Pi Pico deb yozib qo'ygan. Bu to'liq nomi Raspberry Pi Pico deb aytiladi. Bu platalarimiz Arduinoga qaraganda 3-4 barobar kuchliroq plata. Boshlang'ichlar uchun, ya'ni robototexnikani boshlovchilar uchun Arduino Uno juda ham qulay. Arduino ustiga bosganimizda Arduino bilan qilingan loyihalar kelib chiqadi. Bu yerda o'zimizga yoqqan, o'zimizga qiziqqan loyihalarni bemalol kirib ko'rishimiz mumkin. Masalan, birinchisi Arduino yordamida servo motorlarni harakatlantirgan, bu qismida esa dasturi bilan tayyor berib qo'yadi. Yashil tugmani bosadigan bo'lsak, bizda servo motorlarning ishlashini ko'rsatib beradi. Xo'p, ana endi chiqishimiz mumkin va o'rtasiga to'xtaydigan bo'lsak, o'rtasida bundan oldingi videolarda ko'rganingizdek 3 xil Arduino turlari kelib chiqariladi. Bugun men sizlarga o'tgan videoyimda bitta ledni yonish buyrug'ini, yonish dasturini yozib bergan bo'lsam, men sizlarga endi mana shu dasturni tahlil qilib bermoqchiman. Masalan, output biz uzun oyog'ini mana bu, ya'ni qiyshaygan mana bu plus oyoqchasini, uzun oyoqchasini plus deb oldik. Biz pluslarni 2 dan boshlab 13-pingacha ulashimiz mumkin. Minusini esa GND ga va mana bu yerda yozilgan pin mode qaus ichida 2,output. Bu output ma'nosi mana shu ikkinchi pindan, ya'ni ikkinchi raqamdan tok chiqishini bildiradi. Mana bu yerdagi ikkinchi raqamdan agar men bu yerga 3-raqam deb yozib qo'yadigan bo'lsam, ledni ham 3-pinga ulashimga to'g'ri keladi. Ana endi ledni yoqish uchun maxsus dasturdan foydalanamiz. Maxsus dasturimiz Digital Write 3,1. Bu yerda Digital Write ma'nosi, agar so'zma-so'z tarjima qiladigan bo'lsak, raqam yoz degani. Biz mana shu dasturga faqatgina 2 ta son yoza olamiz. Birinchisi ledimizni ulagan pini, ikkinchisi bo'lsa yonishi yoki o'chish buyrug'i.